Video o'yinlarga odatda ko'ngilochar mashg'ulot sifatida qaraymiz, ayniqsa bolalarning joni u dili. Lekin ayrim xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti uni tinchlik va demokratiyadan saboq beruvchi vosita sifatida qo'llamoqchi. Nasiba Tohir ilm-fan olamidagi yangiliklarni yoritishda davom etadi. Urush va qirg'oqchilik odamlar tinkasini quritgan qahatchilik hukmron orol manzarasi. Chetdan oziq-ovqat yetkazilmasa, aholi nobud bo'lishi mumkin. BMT oziq-ovqat dasturi doirasida yaratilgan bu video o'yinni istagan payt internetdan ko'chirib olsa bo'ladi. Uni o'ynab turib bolalar urush zonasiga yegulik yetkazish ahamiyatini tushunib yetadi. Tashkilot xodimasi Jennifer Parmalining aytishicha, o'yin 17 tilga tarjima qilingan. Bolalar muammo qanday hal qilinishini o'z ko'zi bilan ko'radi, jarayonda bevosita ishtirok etadi. Yana bir video o'yin esa zulmkor hukumatlarni tugatishda tinch namoyishlar qanchalik qo'l kelishini amalda ko'rsatib beradi. Video o'yinda voqealar sobiq Yugoslaviya poytaxti Belgradda ro'y beradi. Video o'yin bo'yicha mutaxassis Ivan Marovich bundan 10 yil oldin Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloshevichga qarshi tinch namoyishlarda qatnashgan. Bu paytlari oddiy talaba edi. G'alayon ish berib siyosiy tuzum ichdan yemirila boshlagan. 2000-yilgi saylovdan so'ng Miloshevich ishdan bo'shagan edi. Oradan ko'p o'tmay prezident qamoqqa olinib, Gaaga tribunalida sudlangan. Jarayon tugab ulgurmay vafot etgan edi. Repressiv hukumatlarga qarshi qo'l keladigan usullarni video o'yinga kiritganman, deydi Marovich. Ish tashlash, boykot, tinch namoyishlar va hokazo. Bu usullar shafqatsiz hukumatlarga qarshi qudratli vositaga aylanishi mumkin. Xalq mehri va xayolini zabt etish ham muhim vazifa, deydi u. Tinch namoyishdan maqsad hukumatga xayrixoh insonlar e'tibori, hurmatini qozonish, davlatda kuchlar muvozanatiga ta'sir qilish. Sizga moyil odamlar ham buni ko'rib ilhomlanadi. Boshqa bir video o'yinda Sudanning qonli Darfur mintaqasi tasvirlanadi. Oxirgi 1 yilda mintaqada zo'ravonlik ko'lami keskin kamaygan, ammo hukumat va jangarilar o'rtasidagi uzoq yillik urush millionlab insonlar hayotini butunlay o'zgartirib yuborgan. Darfur video o'yinida odam o'z hayotini yangidan boshlashi, boshqalar bilan muloqot qilishi mumkin. Buning uchun hatto chatxona va xatlardan foydalansa, hatto gaplashsa ham bo'ladi. O'yinda Darfurdagi muhit tasvirlangan. Mintaqada nimalar ro'y beryapti? Odamlarning holi nima kechdi? Darfurdan qochgan va hozir lagerda yashayotgan oila qissasi bilan tanishasiz. O'yin davomida boshqa davlatlardagi odamlar bilan gaplashish mumkin. Chatda yozilgan matn bir necha tilga tarjima qilinadi. Yaponiyadagi odamlar bilan gaplashsa bo'ladi, chunki tekstni yozganim zahoti u yapon tiliga o'giriladi. Bu video o'yin qatnashchilarining demokratiya va mojarolar yechimi bobida xat-savodi oshadi. Ular demokratik davlatda fuqaro, sud, adolat va huquq kabi tushunchalar nimani anglatishini tushunib yetadi. Debra Blok, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi.